Omadingizni bersin. Sizni anchadan beri ko'rganim yo'q. Men sizdan yordam so'rab keldim. Hamma narsada. Biz oxirgi uchrashganimizdan keyin ancha narsa rivojlandi. Biroq yahudiylarning elchisidan darak yo'q. Shuning uchun uning kelishini tezlashtiradigan biror nima qiling. Ofislar. Biz harakat qilyapmiz. Ko'rinib turibdiki, bu harakatlaringiz kamlik qilyapti. Ammo ancha vaqt o'tib ketdi. Ammo u hali ham bu yerda emas. Biroq hali vaqt bor. Ular qirolini kutishyapti. Ular siyosiy liderni kutishyapti. Va bu hodisa tez orada sodir bo'ladi. Tizimlar u harakatlar esa Dajjolning chiqishi uchun bir tayyorgarlik bo'lib, bu ishlarga iblisning shaxsan o'zi bosh-qosh bo'lishga urinmoqda. Chunki Dajjol shaytonning, iblisning sevimli do'stidir.